Xalqimiz orasida umurtqa pog'onasi operatsiyalaridan juda ham katta qo'rquv bor. Ya'ni xalqimiz o'ylaydiki, umurtqaga agar tig' tegiziladigan bo'lsa, umrbod to'shakka mixlanib qolaman deb hisoblaydi. Men ortoped vertebrolog Sodirov Jamoliddin bugun sizlarga umurtqa pog'onasi jarrohlik amaliyotlarini aslida xavfsiz ekanligini isbotlovchi 3 ta faktni keltiraman. Birinchi fakt: agar dunyo statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, umurtqa pog'onasini diz churralarini jarrohlik yo'li bilan olib tashlashda 95-98% gacha ijobiy natija olinadi. Ikkinchi fakt: agar umurtqa pog'onasi diz churralarini operatsiya bilan olishni umurtqa pog'onasini sinishlari yoki sinib chiqishlarida o'tkazilgan operatsiyaga nisbatan solishtirsa, bir necha barobar xavfsiz. Uchinchi fakt: umurtqa pog'onasini diz churralarini hozirgi kundagi eng yaxshi operatsiya bilan olish usuli bu endoskopik usul. Ya'ni bu usulning o'ziga xos yutuqlari: birinchidan 7 mm kesma orqali olinadi va 1 oy muddatda reabilitatsiya vaqti va operatsiyadan keyin ertasi kuni turib bemor bemalol yurishi va uyiga ketishi mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda umurtqa pog'onasi diz churrasi muammosi bor bo'lsa, klinikamizga kelib bepul operatsiya oldi konsultatsiyasini olishingiz mumkin.